Agrobank Balish filialida tadbirkorlarni uchrashib bergan kun bo'lib, bugun sizlarda masalan bizdagi bo'layotgan bankimizdagi islohotlar, kreditlar yo'nalishidagi yangiliklar bilan tanishtirsak, biz kreditlarimiz bo'yicha asosan hozir 21% dan berilayotgan kreditimiz ayol tadbirkorlar uchun 19% ga tushgan, 2% kamaytirib berilgan. Ta'sischilari va korxona rahbari bo'lsa 19% dan kredit beriladi. Hozirgi kunda 312 chiqadigan o'rniga chiqadi. Shunda o'zlaringiz biladigan takliflaringiz bo'lsa beringlar. Uni qo'shilib boshqalarga yetkazamiz desalar, menga qarab yana gaplashamiz. Bundan tashqari 50 milliongacha berilgan kreditlarimiz bor. Bizga biritilgan mahalla hududidan ajratib beriladi. Kafillik asosida 17 million kreditlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam. Bu 5 yil, 4 yil muddatgacha. Biznesga ko'mak